Xo'p, men ingliz tili o'qituvchiman. Ingliz tilida dars o'taman. Xo'p, nimalarga duch kelamiz? Shunaqangi bolalar bor, sal qiyinchilik kelib qolsa dangasalik tutib qoladi. Judayam ko'p bunaqa bolalar. Ya'ni mavzuda qiyin joyida sekin-sekin bor deyishni boshlaydi. Ayniqsa kichkina yoshdagi o'quvchilarimiz judayam ko'p kuzatilyapti. Katta yoshdagilar eplaydi. Ular tushunadi hayot qiyinchiliklaridan iboratligini, lekin kichkina yoshdagilar ba'zilari umuman bu narsani tushunmaydi. Xo'p, mana shu tadqiqotida yurgandik. Nima qilsak, mana shu bolalar ham dangasalikdan qutuladi, nima qilsak bo'ladi deb izlanib yurganimizda bitta zo'n narsa chiqib qoldi. Xullas, anterior mid cingulate cortex degan bitta qism bor ekan miyada. O'sha qismni rivojlantirish orqali dangasalikni umuman tag-tugi bilan yo'q qilib tashlasa bo'lar ekan. Xullas, buni Andrew Huberman degan odam bor. Andrew Hubermanni bir podkastda ko'rib qoldim. O'sha podkastida mana shu narsa chiqdi. Xullas, juda ham kuchli instrument, qo'llasa ish beradi. Xullas, ikki xil ish bo'lar ekan. Biz qiladigan ikki xil ish bor. Birinchi ishimiz biz xohlagan, lekin o'ta qiyin. Misol uchun biz IELTS 7 olishni xohlaymiz, lekin unga erishish juda ham qiyin. Va juda ham uzoq muddatli, misol uchun chidab berishingiz kerak siz, natijalarsiz uzoq muddat harakatlanishingiz kerak. Misol uchun 1 yil, 2 yilga yaqin, bo'lishi mumkin 3 yilga yaqin siz natijasiz sabr qilib o'qiy olishingiz kerak. Ba'zida o'ta qiyin mavzular ham bo'lib qoladi, shularga ham chidab berishingiz kerak. Lekin siz xohlaysiz uni vazifalarini qilishni, 7 olishni, natijasini xohlaysiz. Ikkinchi ish siz o'zingizni majbur qilib qiladigan ish. To'g'ri, tepadagisi ham shunaqa, lekin ikkinchisida siz o'zingizni majbur qilib qilasiz va o'sha ishni yomon ko'rasiz. Ya'ni har bitta qismi o'sha ishni sizga azob beradi. Misol uchun ertalab turib soat 3 da yugurish. O'zi turishni o'zi juda ham qiyin. Yuzingizni yuvib, krossovkangizni kiyib, tashqariga chiqish bu juda ham azob. Buni qilib ko'rgan odam biladi. Kechasida plan qilib turib, ertasiga buni qilib ko'rgan odamlar juda ham yaxshi biladi. Juda ham og'riqli, juda ham qiyin vazifa. Ya'ni birinchi marta boshlayotganlar uchun. Lekin mana shunaqa ishlarni qilish, ya'ni kichik azob beruvchi va katta azob beruvchi, ya'ni katta muddatli va kichik muddatli azob beruvchi ishlarni qilish anterior mid cingulate cortex degan qismini miyani aktivlashtirar ekan. Bu qismda tasavvur qiling, muskul deb tasavvur qiling. Xuddi siz zalga chiqqaningizda muskullaringizga og'irlik bersangiz va muskullar og'irlikdan jarohat yeydida va shu jarohatlarni qayta tiklash mobaynida muskullaringiz baquvvatlashtiradi. To'g'rimi? Agarda siz ham mana shu mid cingulate cortexni xuddi muskul deb qabul qilsangiz va uni har bitta qiyin, siz xohlamaydigan ishlarni qilib, uni aktivlashtiraversangiz, u kuchayib ketadi. Ya'ni u muskul aktivlashadi va tez aktivatsiya, ya'ni tez harakatga keladigan bo'lib qoladi. Ya'ni bu nima degani? Siz boshqalar qiyin deb biladigan ish harakatlarni birinma-ketin o'zingiz uchun oson qilishni boshlaysiz. Ya'ni boshqalar uchun ertalab soat 3 da yugurish juda ham qiyin. Lekin o'sha ertalab turib soat 3 da yugurishni kamida 1 hafta qilsangiz, o'sha 1 haftadan keyingi 8-kun sizga juda ham oson bo'lishni boshlaydi. Juda ham emas, u osonlashishni boshlaydi. Bu nima degani? Anterior mid cingulate cortexingiz aktivlashgan hisoblanadi ana shu ishga nisbatan. Xo'p, to'xtovsiz bo'lmoqchimisiz? Boshqalar voydod devoradigan narsalarga siz xotirjam, sabr bilan qiladigan bir laziness, ya'ni dangasalikdan qutulmoqchimisiz? Shunchaki anterior mid cingulate cortexni rivojlantiradigan qiyin bo'lgan ishlarni tanlang. Ya'ni boshqalar misol uchun oson yo'ldan ketishni tanlasa, siz qiyin yo'lni tanlang. Boshqalar har kuni yoki ora kunda kitob o'qiydigan bo'lsa, siz har kuni 2 mahal kitob o'qing. Boshqalar ingliz tilida 1 soat speaking qiladigan bo'lsa, siz 2 soat qiling. Qiyinroq qiling, qiyinlashtiring jarayonni. Ayniqsa o'rganadigan ishlaringizga nisbatan jarayonni qiyinlashtiring.
hayotingiz sekin-sekin osonlashishni boshlaydi. Ya'ni dangasalikka nisbatan reaksiya judayam baquvvatlashishni boshlaydi. Dangasalik sekin-sekin yo'qolishni boshlaydi. Sog' bo'linglar.